Listening shunaqa chiqishi uchun albatta mana shu 3 ta narsani aslo qilmang. Bugun IELTS 8.5 challenge-ni 4-kuni va listening bo'yicha ozgina tiplar berib o'taman. Albatta kanalga obuna bo'linglar va hozir beradigan tiplarim agarda yoqadigan bo'lsa, listening bo'yicha qiynalayotgan o'zingizlarning do'stingizga jo'natib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Tip number 1: listening qilayotgan paytda ko'pincha o'quvchilar shoshiladi va boshqa qiladi. Savollarni audio kelishdan oldin to'liq tarjima qilib chiqmaydi. Mana shu katta xato bo'ladi. Sababi, deylik savolni 10-15% gina noto'g'ri tushunish bilan katta ehtimol bilan xato javob berish mumkin bo'ladi. Tip number 2: ko'pincha o'quvchilar men imtihonda listening bor yo'q bir marta eshitaman-ku deb, examgacha bo'lgan muddatda ham faqatgina bir marta eshitib kelishadi. Bu eng katta xatolardan bittasi bo'ladi. To'g'ri, imtihonda biz listening bir marta eshitamiz, lekin ungacha bo'lgan payt qayta eshitib, shu comprehensionni oshirish va fokusni oshirish bilan biz shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Tip number 3: ba'zi bir o'quvchilar listening qilib bo'lgandan keyin xatolarni o'zi tekshiradi yoki deylik o'qituvchisiga tekshirtiradi. Bundan keyin qayta deylik xatolar ustida ishlamaydi va analiz qilmaydi. Analiz qilayotganda uyda o'zingiz qilishingiz mumkin. Hozirda analiz qilishga sharoit juda ham ko'p bo'lib ketgan. AI bor, misol uchun tushunmaydigan bo'lsangiz yoki ustoz mana shu borayotgan ustozingiz bilan обязательно o'tirib analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Nimaga xato bo'ldi? Чтобы keyingi safar shu xatoni qayta qilmaslik uchun.